do'stlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik maktublari yetib kelgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani, ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Umidaxon opajon, siz bilan bog'landikmi? Yaxshimisiz? Sog'-omonmisiz? Rahmat, alhamdulillah. Ushbu go'zal damlarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq tabriklar loyihasi orqali bog'lanyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalo sizni bezovta qilib qo'ymadik degan umiddamiz. Rahmat. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga chin ne'mat, Rasulimizga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan. Rahmat. Ayni damda qarshi olayotgan shukrona yoshlaringiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Alloh taolo bunday nurli sanalarni hayotingizda yana ko'plab nasib qilsin. Qalbingiz tinch, kayfiyatingiz baland, tana joningiz sog' bo'lsin. Katta rahmat. Rahmat. Bugungi fayzli kunda qarshi olayotgan 39 yoshingiz umringizning eng fayzli, barokatli yoshlardan biri bo'lsin. Rahmat sizga ham. Tilayman suvdek musaffo hayot. Hech qachon rejalar bo'lmasin barbod. Tilayman osmondek payonsiz baxtni, aylangsiz qabul. Ushbu tabrikni opajonim bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llagan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmasam, onajonimdan bo'lsa, hayolimga kelmadi. Yana kim bo'lishi mumkin? Yana qizim bo'lishi mumkin. Hayolimga kelmadi, faqat onajonim keldilar, ertalab onajonim tabrikladilar. Boshqa bir yaqin insonlaringiz qaysilar, yana kimlar bo'lishi mumkin? Opajonim, unda sizga birozgina yordam beramiz. Hamkasblaringiz, dugonalaringiz ekan, kimlar bo'lishi mumkin? Albatta, ko'nglingiz adashmadi. Sizni eng yaqin insonlaringiz, hamkasb dugonalaringiz Diloromxon, Malohatxon, Sayyoraxon opalar nomidan yetib kelgan ekan. Rahmat hammalariga, tanzonlari sog' bo'lsin. Katta rahmat hammalariga. Ilohim, siz ham mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Sizga rahmat, Rahmat. Opajonim, ruxsat bersangiz, hamkasblaringiz, dugonalaringiz nomidan yetib kelgan tabriknoma maktublarini Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Minnatdorman. Assalomu alaykum, hurmatli Umidaxon. Bugun siz uchun unutilmas, qalbingizga iliqlik baxsh etuvchi eng go'zal kun, tavallud ayyomingiz. Sizni ushbu go'zal ayyom bilan chin dildan tabriklayman. Siz jamoamizda nur sochib turgan quyoshdek, har bir ishga mas'uliyat bilan yondashadigan, har doim samimiy so'zlari va mehribon nigohi bilan qalblarga iliqlik baxsh etadigan aziz insonsiz.
siz bilan bir jamoada ishlash biz uchun baxt va katta ilhom manbai. Yaratganning o'zi sizni doimo siylasin. Taningiz sog', qalbingiz osoyishta, atrofingiz esa doimo mehr va duolarga to'la bo'lsin. Har bir tongingiz umidli, har bir kechangiz esa shukronalarga boy o'tsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ushbu go'zal kunda sizga eng ezgu tilaklarimni tilayman. Ilohim umringiz uzoq, tana joningiz sog' bo'lsin. Ey mening sirdoshim, qadrdonginam, dildoshim. Aytolmayman ba'zan dilimda borin. Joning omon bo'lsin, dugona jonim. Sendayin qalbimni tushunmas hech kim. Bemor bo'lib qolsam kuyunmas hech kim. Sen mening yashnagan gulim, bahorim. Joning omon bo'lsin, dugona jonim. Kel bir bag'ringga bos, o'tiraylik jim. Menga sendan o'zga kerakmas hech kim. Ko'zlari xumorim, shirin zabonim. Joning omon bo'lsin, dugona jonim. Ilohim baxtimizga sog' salomat bo'lgin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz deya mana shunday go'zal tabriknoma maktuplarini siz tomon yo'llashgan ekan. Rahmat sizga ham kattakon, hammalarga rahmat. O'sha qalon rohatligini ko'ribsan. Kutilmagan sovg'a bo'ldi, sizga ham rahmat. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Yaqinlaringizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy olib, kayfiyatingizni ko'tara oldi degan umiddamiz. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, do'st va birodarlaringiz, yaqinlaringiz uchun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Rahmat, onajonim ham umrlari uzun, rizqlari uchun sanjulari sog'liqda. Ularni ham omadlilarni bersin, shularni rivojini bersin. Fabrikaga o'rtoqlarni hammasini nasibatsiga omadlilar, hammalariga yaxshilik qilib o'tishasiz, yaxshi o'ylashib hammaliga nasibda. Alloh ilohim yurtimizni har doim tinchlikdan. Sizga ham rahmat, sizlarga ham kattakon rahmat. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Yetimda qoladigan o'ylandim. Rahmat sizga ham samimiy suhbatingiz uchun. Alloh panohida bo'ling, sog' bo'ling. Mayli, rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat, yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz va baraka arimasin. Barcha samimiy, go'zal tabriklarimiz siz uchun bo'ldi. Ushbu go'zal taronalarimiz siz uchun yangraydi. Marhamat. Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini quvotdi. Xayolida bir nimalar rashk o'tida yondirib o'tdi. Sevarmushman boshqasini, yo eslarman eskisini. Yurarmushman yallo qilib, jonimdan to'ydirib o'tdi. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Yomon botdi, mendan ko'p gumon quvotdi. Shuncha janjal, shuncha tuhmat, hayronman qatdan oboddi. Yondirib o'tdi, kuydirib
kuydiryapti yo o'zicha suydiryapti. Tergayverib jonimdan to'ydiryapti. Quralay ko'zi quralay hali rosa beraman dodingni. Quralay ko'zi quralay ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay ko'zi quralay hali rosa beraman dodingni. Quralay ko'zi quralay ko'ramiz hali ahvolingni. Quralay ko'zi quralay hali rosa beraman dodingni. Quralay ko'zi quralay ko'ramiz hali ahvolingni.